Yuzdagi ishlarni ketkazadi, ob'yomdan zo'r ketkazadi, butun tanadagi отекlarni oladi, oyoqlardagi ishlarni yaxshi ketkazadi, ob'yomdan ozdirishga yaxshi yordam beradi va jigardagi toksinlarni ajrab chiqishini to'xtatadi. Jigar ustini yog' qoplagan bo'lsa, uni ham bartaraf qilishga yaxshi yordam beradi. Qizlar, bu meditsinskiy apparat hisoblanadi. Oyoqdagi og'riqlar, beldagi og'riqlar, tanadagi shamollashlarni yaxshi ketkazib beradi. Ichidagi faoliyatni yaxshilaydi, ich kelishini yaxshilab beradi, normallashtirib beradi va ichaklarni yaxshi tozalashga yordam beradi. Keyin ichdagi shamollashlarga ham juda ham yaxshi, jenskiydagi shamollashlarga ham bemalol osilib bo'ladi, juda ham foydali. Eng asosiysi ozdirib beradi va sog'lom ozishlarga zo'r effektiv yordamchi hisoblanadi. Masalan, siz zalga chiqa olmaysiz, shug'ullana olmaysiz, haftada 2 marta kelib bu muolajani olib ketsangiz, o'sha haftani zalga chiqqanning effektini bemalol beradi. Qizlar, bilasizlar, men har xil ximikatlardan uzoqda bo'lishinglarni tarafdoriman. Sog'lom natijaga baribir hech narsa yetmaydi. Joylarni oldindan band qilib, kelib muolajani olib ketinglar. Yozilish uchun shu raqamlarga murojaat qilinglar, faqat ayollar uchun. Aytganda ko'pchilik adres so'rab yozasizlar. Toshkent shahrida Shayxontohur tumanida joylashgan. Lokatsiya profil shapkasida bor.